Assalomu alaykum hurmatli podpischiklar, aziz do'stlar. Dushanba kungi ishlarimizni ham boshlab oldik. Nasib qilsa yotar joyi uchun bolalarimizni, ishchilarni yotar joyi uchun konteynerlarni qo'yish boshlandi. Bu yerda esa ishchilarning yotoqxonasi, oshxonalari uchun kanalizatsion joylarimizni qazishni boshlayapmiz. 4,5 metr chuqurlikda. Bizga kelib qo'shilgan ishchilar bilan birgalikda konteynerlarimizni terish bilan o'ramiz. Maxsus yoritgich ishlarimiz yetib keldi. Kecha kunduz sizni xizmatingizda nasib qilsa. Aeroportimiz mana shu devorimiz orqa tomonida esa harbiy aeroportimiz qurilishi rejalashtirilyapti. Lekin hali start berilmabdi. Bu yerdagi aholi yashash binolarimizni izolyatsiyon sistemalari qizg'in davom etmoqda. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, nasib qilsa hammasiga birgalikda erishamiz.